otalarga, onalarga, singillarga, akalarga isnot bo'ladigan mavzu haqida gapirib beraman. Juda ham ko'p istakning borligi, miyadan ketmaydigan jinsiy aloqa qilish xohishi, maylini to'xtamasligi, giperseksuallik va hoziroq shu voqea bo'lgandan keyin yana istash va qoniqmaslik, miyaga azob beradigan istakni yo'qotish uchun bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta partnyorlarni tayyorlab qo'yish va ularni almashtirishdan qo'rqmaslik, ulardan jirkanmaslik va eng oxirida esa qilib qo'ygan ishlaridan ba'zan o'zini aybdor his qilib yig'lashlar, yashirmaslik darajasiga yetish, kim nima desa ham, hatto endi pulga qiziqmasdan ushbu ishlarni olib borish. Bu o'zbekcha atamada deyilgan bo'lsa, psixiatriyada F52.7 diagnozi bilan shifrlanadi. O'zaro tilda nimfomaniya, erkaklarda esa sapirifidis deyiladi. Bu ham kasallikmi? Erkaklarda ham bo'ladimi? Ha, albatta. Erkaklarda ham jinsiy istakning to'xtamasligi, ketma-ket bo'layotgan jinsiy aloqalardan keyin yana azobli xohishni paydo bo'lishi, ishni, uyni, ma'rakani, g'amni hammasini yig'ishtirib tashlab, faqat mana shu ishning atrofida hayotini o'tkazish, partnyor qidirish, ular bilan yozishmalar, o'zini qoniqtirish istaklari borligi. Bu kasallikdan chiqsa bo'ladimi? Ha, albatta. Bu impuls buzilishi kasalligi deb atalib, ingliz adabiyotlarida va klassifikatsiyasida sexual disorder, ya'ni kompulsiv seksual disorder deyiladi. Ushbu kasallikni eng og'ir formalarida obsessiyalar, ya'ni shu narsani istak xayollari azob berish darajasida miyani qiynaydi. Na farzand, na pul topish, na kelajak, na bugungi o'tirishlar qiziqtirmaydi. Ana shuni ichida faqatgina o'zini qoniqtiradigan miyasidagi o'sha xayolni qanday qilib bo'lsa ham qoniqish darajasiga olib borish istagi ichida yurishadi bunday insonlar. Maktabda o'qituvchilar bir majlis o'tkazyapti. Uning xayoli o'shanda. Bir joyga non olishga bordi. Uning xayoli o'shanda. Bir joyda dam olishga bordi. Bu yoqda xotini, bu yoqda onasi, uning xayoli o'shanda. Sizning singlingiz-da, opangizda, o'zingizda, erkak sifatida, ayol sifatida, yaqiningizda mana shunday jinsiy hayotni izdan chiqib ketish darajasida buzilishi, chet ellarda shu ish bilan shug'ullanyapti ekan degan yaqinningiz bormi? Undan jirkanmang, uni urmang, uni diniy azobli gaplar bilan qiynamang. U kasallik. Bizga murojaat qiling. Biz albatta yordam beramiz. Ushbu kasallik haqida batafsil bilmoqchimisiz? YouTube kanaliga ulaning va ushbu kasallikni qanday davolash metodlari borligini ham sizga to'liq bafurja tushuntirib o'rgatib beramiz. Juda ham og'riqli mazmundagi xat. Zebin Sopa, men qizimni to'xtata olmayman. Telegramda 18 ta yigit bilan yozishganini topib oldik. Undan tashqari bir necha yigitlar bilan ko'rishar ekan. Biz bilasizmi, shunchalik yaxshi tarbiya qilganmiz. Otasi,
akalari, qarindosh urug'imiz, hammamiz obro'li odamlar. Ammo qizimiz nimaga bunaqa chiqdi? Nimaga biz to'xtata olmayapmiz? Va sizning bir videongizda bu ham kasallik, miyani kasalligi bo'lishi mumkin degan gapingizni eshitib qoldik va sizga aloqaga chiqayapmiz. Boshqa bitta maktubni o'qib beraman. Men o'g'limdan xafaman. 8 ta ham xotin oladimi? Unisi keladi, qoniqmayman deydi. Bunisi keladi, qoniqmayman deydi. Zebinsa opa, meni o'g'limni ajralishiga sabab kelinlarni uy tutolmasligi, farzandni tug'ib bera olmasligi emas. Faqat topib olgan gapi qoniqmadim deydi. Balkim bu kasallikdir, Zebinsa opa. Mana shunday xatlar uyilib ketdi, hurmatli dindoshim. Har safar men sizning psixiatringizman degan Zebinsa opa bu safar dindoshim deb gapirmoqda. Nima uchun? Chunki bu oriyat kasalligi. Chunki bu isnot kasalligi hisoblanadi. Erkaklarda ham, ayollarda ham. Giperseksuallik degan gap aslida juda ham ko'p xohlaydigan ayol, juda ham ko'p xohlaydigan uchar yigit erkak emas, u kasallik. Aslida normada bir marta farzand bo'ladigan o'sha voqeadan keyin inson 2-3 kunlab o'shaning kayfida, rohatida, tinchlanishida bo'lishi kerak. Bu kasallikda esa hozir bo'ldi, hozir qoniqmadi. Hozir bo'ldi, qoniqish vaqti juda ham kamayib ketaveradi. Miyani rohat beruvchi funksiyalari kundan kunga, yildan yilga shunchalik kamayib boradiki, u endi farzandlari tashlab ketib boshqa uylanishdan, boshqa davlatlarga borib mana shunaqa mana shu holatlar bilan shug'ullanishdan uyalmay qoladi. Hayoti bitta mazmunni orasida aylanadi. O'sha narsa miyadan ketmaydi. Bu obsessiv kompulsiv buzilishni seksual turi, ya'ni kompulsiv seksual behavioral disorder kasalligi deyiladi. Tuzatish ancha oson. Psixoterapiyada mana shu istak, xohishni to'xtatish gipnoz orqali, kognitiv behavioral terapiya orqali va yana IMDT metodlari orqali biz mayllarni barqarorlashtirish, ularni yo'q deya olish, to'xtata olish qobiliyatini miyada shakllantiramiz. Qisqasini aytganda, miyada gaz yoqilib qolgan, tormoz ishlamaydi, kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni boshqa turlari ham, qo'l yuvaverish, tahorat qilaverish, bitta narsani o'ylayverish, pulda o'ylayverish, qarzda o'ylayverish, aytaylik bitta loyiha deb, bitta mana shu narsa deb boshqa umrini qismlarini butunlay unutishgacha olib keladigan obsessiyalar, miyada turg'un, qiynovchi, menga fokusing qarat, boshqa hech narsaga qaramaysan deydigan obsessiyalar va o'shani tinchitish uchun kompulsiyalardan iborat kasallik hisoblanadi. Endi bu OKR turida miyaga seksni xohlaydigan xayol kelaveradi va endi u o'sha xayolni to'xtatish uchun partnyor o'zgartirishdan, ya'ni u bilan yotadigan insonni o'zgartirishdan, undan keladigan yuqumli kasalliklar borligidan qo'rqmay qoladi. Yuqumli kasallikdan qo'rqmaydi. Yotib qo'ygandan, uyatdan bitta yig'lab oladi, keyin yana bajaradi, keyin yana yig'lab, keyinchalik yig'lamay ham qotib qoladi. Hayotga qiziqish yo'qoladi. Topgani faqat o'sha kasallik, jinsiy oqibatlardir.
Hurmatli aziz yurtdoshim, men uyat va isnot degan so'zni ichki dunyosiga kirib, o'zim uyatni yig'ishtirib tashlab, o'zim mana shu kasallik, menga nima kerak deyishdan tiyilib, mana shu kasallik haqida aytib berdim. Endi siz, qizingiz, o'g'lingiz shu kasallik ichida ekanligini tushunib olgan bo'lsangiz, ularni oq qilishdan, ularni yo'q qilishdan, ularni qarg'ashdan tiyilingda bizga psixoterapevtga olib keling. Qaysi mezonlari bo'ladi? Mezonlari hech narsadan qo'rqmaslik, mana shu narsani deb uyni, otani, onani, farzandlarini, 4 ta farzandini tashlab ketish va shu narsa bilan shug'ullanishga kirishish. Va har safar partner o'zgartirganda normal odam jirkanadi har xil insondan. Ular jirkanmaydi. Har xil insonni hayotiga kirishdan qo'rqadi normal odam. Bular qo'rqmaydi. Ularga chegara yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bizga bu og'ir muammoda bizning yordamimizga muhtoj bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. 95 166 26 62 raqami. Siz yaqiningizga mana shu kasallik haqida aytib bersangiz, u tana olmasligi mumkin. Shuning uchun ehtiyotlik bilan arqonni uzun tashab, shunday kasallik borligi haqida avval o'zingiz biling, keyin sekin-asta bu haqda yoriting va yaqiningizni mana shu kasallikdan, mana shu uyat kasalligi, isnot kasalligidan chiqarib oling. Buning davosi bor. Bizga murojaat qiling.